Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Minecraft'da mana bu ko'pchilik o'ynaydigan o'yinda qishloq topishni o'rgataman. Mana navga kiramiz, undan keyin avtomatga kiramiz. Seriga i deb turib donada yozib survarli qilib tak tadam qishloqda bo'lamiz. Shu mesela bu har doim ish beradi, ish bergan. Sinab ko'rishinglarni maslahat beraman. Mana yana boshqatdan qilamiz. Biz uni dalit ko'ramiz. Qolgan barcha zonalarda ham men shunaqa qilib turib kuchayganman. To'g'risini aytsam bu o'yinda shunchaki yoqtirmayman. Shunaqa mod qo'shilganiga shu o'yinda o'ynayman. Seriga yana hozirgi dona mashina yozib turib tak tadam hozirgi daqiqa qishloqda paydo bo'lamiz. Har doim bir xil joy, mana shu yerda paydo bo'lamiz. Mayli, sizlar ham buni sinab ko'ringlar. Xayr, videoga like bosishni esdan chiqarmanglar.